Men bir o'quvchimni hikoyasini sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Tabiiyki, ulardan ruxsat olgan holatda. Bunaqa ayollar ko'p bo'ldi aslida bunaqa holatda kelgani, lekin meni juda ham hayratda qoldirganli bir voqea edi bu. Boshqa 15-16 yil o'tgan umrlariga juda qattiq achinib esladilar. Chunki umuman ayollik hissini his qilmadim. Men uyi bor yo'g'i xizmatchisi edim. Bu oila bilan chiqishib ketishga harakat qilishimga qaramasdan, lekin turmush o'rtog'im meni mutlaqo yonimga olmadi. Va hech safarida men uyga ketib qolishlik haqida o'ylamadim. Men bir o'quvchimni hikoyasini sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Tabiiyki, ulardan ruxsat olgan holatda. Bunaqa ayollar ko'p bo'ldi aslida bunaqa holatda kelgani, lekin meni juda ham hayratda qoldirganli bir voqea edi bu boshqalarga qaraganda. Chunki ular 18 yillik turmushlari davomida bor yo'g'i shu oxirgi 2 yilini sal o'zimni anglagan holatda yashadim. Sal turmush nimaligini tushunib yashadim, lekin undan oldingi yillarim hammasi shu darajada yomon o'tdiki, hozir o'tirib eslasam, u kunlarim qanchalik qorong'u kunli edi. Men nimaga bu darajada oddiy hayot deb o'ylagan ekanman, hayot shunaqa bo'ladi deb o'ylagan ekanman deb shuncha yil o'tgan, ya'ni 15-16 yil o'tgan umrlariga juda qattiq achinib esladilar. Chunki umuman ayollik hissini his qilmadim. Men uyi bor yo'g'i xizmatchisi edim. Qo'shimcha ravishda men juda ko'p tuhmatlarga qoldim va har qolgan tuhmatlarimda har safar meni ayblashganda rostdan ham bu aybni men qildim deb o'ylardim. Men aybdorman deb o'ylardim. Hatto ba'zilarini menga aytishganda men islomiy degan narsalarni ham ular eslab qolib, juda katta narsalarga aylantirib yuborishgan bo'lgan. Men yosh bola bo'lganman. Bor yo'g'i 17 yoshimda kelin bo'lib keldim. Men hali oila, turmush, nimaligini tushunmagan holatimda kelin bo'lib kelib, bu oilaga kelishib ketishga, bu oila bilan chiqishib ketishga harakat qilishimga qaramasdan, lekin hamma tomonidan men chetlatildim. Hech narsaga bir odamdagi qarashmasdi. Turmush o'rtog'im faqat oilasini eshitardi, aka-ukalarini eshitardi. Erkaklar hattoki menga, oilasidagi erkaklar hattoki menga ko'p tuhmatlar qilishganda ham turmush o'rtog'im meni mutlaqo yonimga olmadi. Hech qachon olmagan yonimni, faqat o'sha aka-ukalarini oilasini tomonida bo'ldi. Va hech safarida men uyga ketib qolishlik haqida o'ylamadim. Ketdimi lekin desam, juda ko'p marta aytdi. Itam ketadi uyga. Ket deganda hamma ketadi. Nimaga sen ketmaysan deb meni juda qattiq xo'rlab, haqorat qilib, yomon gaplar gapirganda ham uyimga ketmadim. Lekin dedim, bir kuni o'zi juda ham dindor ayol. Dinni bilganim uchun deyapti. Eng katta nozik joyi shuki, u ayollar, men dinni bilganim uchun ayollar sabrli bo'lishi kerak. Ayollar itoatkor bo'lishi kerak. Itoatkor bo'lsa, sabrli bo'lsa jannatga kiradi degan narsalarni bilganim uchun aslida chidayotgan edim, lekin bir kun haqiqatan ham juda yomon jonimdan o'tib ketdi. Va bir kuni ustozimizning suhbatlariga borganimda men uchun javob bo'ldi o'shanda. Men o'zimni javobimni oldim. O'sha ustozim aytdilarki, agar turmush o'rtoqlar, agar erlar mo'min bo'lsa, agar islomni yashayotgan bo'lsa, agar u haqiqatan ham Allohdan qo'rqadigan er bo'lsa, u sizni hojangiz. Agarda Allohdan qo'rqmaydigan bo'lsa, Allohdan qo'rqmagani uchun sizlarning haqqingizga kirayotgan bo'lsa, u sizni hojangiz emas. Uni aytganini qilishga majburmansiz degan gaplarni eshitib qoldim. O'sha kuni men yillar davomida qidirib kelgan javobimni oldim. Men o'sha kungacha bunaqa gap eshitmagandim. O'sha kuni shu gapni eshitdim va ertasi kuni uyimga ketishga qaror qildim. Narsalarimni yig'dim va hattoki turmush o'rtog'im kutib turdi. Narsalarimni yig'ib ketishimni xursandchilikda men uyimga ketdimki, o'zi olib borib tashladi bolalar bilan birga. Uyimga ketdim. Necha yil deganda, shu 15 yil deganda uylariga ketyaptilar. Birinchi marta rostmanachasiga ketadilar va biz ketdik. Ertasi kuniga men turmush o'rtog'im sayohatda dengizlarni bo'yida dam olishlarda yuribdi. Biz bilan hech qachon chiqmagan dam olishga, o'zi ham dam olishga chiqmasdi, lekin mazza bayram qildi bizani ketganimizni. Dedi, o'shanda birinchi marta qattiq juda katta xo'rligim keldi. Demakki, rostdan ham u uyda ortiqcha bo'lgan ekanman shuncha yillar davomida. Nima uchun o'zimni xo'rlab keldim? Nima uchun savob olmayapman deb o'yladim deb birinchi marta o'zimni qadrim uchun qattiq xafa bo'ldim. Aytdimki, qaytib bormayman rostdan ham uyiga dedim. Undan keyin o'zini ishlarini rivojlantiradi, ketib o'ziga shirkatlar ochadi.
ota-onasi uni qo'llab-quvvatlaydi, lekin turmush o'rtog'i bolalarni olib ketaman deb to'polon qiladi. Bolalarni olib ketishga ketiga tushadi. Olib ketsang olib ketur deydi. Berib yuboradi bolalarni. 4 oy yasholmaydi. 4 oy bolalarini bu ko'rsatmaydi bunga va 4 oy eri bolalari bilan normalniy yasholmay yig'lab telefon qiladi 4-oy deganda. Xullas, eri ham yaxshigina jazosini oladi bu vaqtda u bolalar bilan. Bu ayolga qanchalik qiyin bo'lganligini tushunib yetadi. Bu bolalar bilan u odam o'zi qolganda. Endi men oldimga kelganda bu ayol hali muammolari bor, hali hamma narsa tinchib ketmagan, qaytib 1 yil, 1,5 yildan keyin qaytib yarashib ketishgan, lekin muammolari shu, haligacha muammolar ishlamagan. U ayol bitta narsani tushunib yetgan edi. Eng katta tushunib yetgan narsasi shu edi, hali hamma muammolar hal bo'lmagandi, lekin eri ham, turmush o'rtog'i ham ancha o'zini xatolarini tushunib yetgan. Lekin hali ikkalasi 100% darsini olishmagan edi bu ishdan. Eng katta tushunib yetgan narsasi bu ayolning o'zini qadrini bilmaganligi. O'zini qadrsiz ko'rganligi, qadrsiz ko'rgani uchun qadrsizlanganligini va qadr qimmatni boshqalardan topaman, turmush o'rtog'imdan ko'raman deb ishonganligi. Ana o'sha narsalari noto'g'riligini, aslida inson o'zini qadr qimmatini o'zi bilishi kerakligini tushunib yetganini orqasidan turmush o'rtog'i uni tushunib yetdi. Eng katta tushunish kerak bo'lgan joyi shodligini anglab yetgandan keyingina ana endi bu yashab o'tgan travmalarini, bu yillar davomida yashagan muammolaridan ana endi miyasidan qanaqa qutulish mumkin va bundan buyog'iga endi qanaqa harakat qilish kerakligini o'rganish uchun mana oldimga keldi va biz birgalikda ishladik. Juda a'lo natijalari bor, lekin u ayol o'zini ustida o'zi ishladi. Masalan, biz uning ustida ishlab berganimiz yo'q va o'sha birinchi olish kerak bo'lgan darsini, tushunib yetish kerak bo'lgan darsini u olib bo'lgan edi. O'sha men qadrsizlandim, chunki men qadrimni bilmasdim. Qadrimni bilmaganim uchun va noto'g'ri ongimda bu er-xotin munosabatlari haqida, bu erga ko'rsatishimiz kerak bo'lgan xizmatlarimiz haqida noto'g'ri tushunchalarimizni borligi meni hayratda qoldirdi. Nima uchun hech kim buni bizga o'rgatmagan? Na oilamizda, na boshqa joyda ustozlarimiz nima uchun bizga eng to'g'risini o'rgatmagan? Nima uchun bizni ba'zi noto'g'ri holatlarda ham ba'zi qilishimiz kerak bo'lmagan vaqtida ham qilishing kerak, eringga xizmat qilishing kerak. Xuddi sen uni qulisan, ochiqdan ochiq qulisan deb gapirilmasdi-ku, lekin ochiqdan ochiq qulisan degandek bizni nima uchun bunaqa tayyorlashdi hayotga deb o'sha narsalariga qattiq jahli chiqqanligini, nima uchun bu xatolarni qilishimizga demoqchi. Biz faqat biz qilmadik, bizni atrofimizdagilar qo'shilishib yordam berdi bu xatoni qilishimizga demoqchi bo'ldilar. Men ham o'sha narsani tarafdoriman. Ustozlar juda ham ehtiyotkor bo'lishi kerak, ota-onalar juda ham ehtiyotkor bo'lishi kerak. Hammani hayoti bir xil emas, hamma erkak bir xil emas. Va qizlarimizni samatsenkasini ko'tarib, samatsenkasini joyida qilib katta qilishimiz kerak va u mehrni boshqa joylardan qidiradigan qilib emas, uni qadr qimmatini boshqalar baholaydigan qilib emas, uni boshqalar maqtasagina holati yaxshilanadigan qilib katta qilmasligimiz kerak. Ularni o'ziga yetadigan, o'zini biladigan bahosini va hech qanaqa holatda o'zini hech kimga ezdirib qo'ymasligi kerakligini bildirib katta qilishimiz kerak va mehr berib katta qilish kerak qizlarni. Agarda qizlar rostdan oilasida o'zini otasidan, onasidan mehr olmasdan katta bo'lsa, albatta u mehrni o'sha kelajagidan kutadi, kelajagida yo'lidan chiqadigan odamlardan kutadi. Vaholanki u bolaligida berib to'ydirib tashalingan narsa bo'lishi kerak mehr. Chunki biz u ayol bilan, u qiz bilan ishlaganimizda bizani topgan narsalarimiz baribir bolalikka borib taqaldi. Bolalikda bizani qadrimiz yo'q edi oilada. Ayollar past ko'rilardi. Shuning uchun shunaqa bo'lganligini o'zi tushunib yetyapti, lekin o'sha narsani qanaqa ishlashni bilmasdi. Biz uni travmalari bilan ishladik, o'zi tushunib yetdi va hozir o'zini ham 2 qizi va 1 o'g'li bor. Endi bular bilan qanaqa davom etish kerakligini ham endi u bilmasdi. Xuddi o'zi hayotda olgan narsalarni bolalariga berib davom etyapti. Bundan buyog'iga to'g'rilab, hammasi izida, joyida, chunki turmush o'rtog'i bilan hali davom etayotgan ba'zi muammolari bor edi. Kelganida tamoman tuzalmadi bu odam. To'g'ri, o'shanda tavbala qildi, kechirimlar so'radi, gullar, sovg'alar jo'natdi menga, meni ko'nglim olish uchun. Lekin qaytib kelganimda ba'zi narsalar o'zgarmagan edi baribir. Afsuslandim qaytganimda, ammo ba'zi narsalar rostdan o'zgargan edi. Yanada joyiga tushib ketmayotgan narsalar bor edi. Endi nima qilsam ekan deb kelganida oldimga. O'shalarda endi to'liq
tushunib yetdi hozirgi kungacha. Uni o'zini turmush o'rtog'i bilan ham shug'ullanishi kerak bo'lgan joylari bor bu ayolni. Eng ko'p baribir o'zini ustida ishlashi kerak bo'lgan joylari bor edi. O'zini ustida ishladi. Hozirgi kunda juda ham ajoyib natijalar bor. Hozirgi kunda bu ayol o'zini ishi bor, mashinasi bor, hech narsaga ruxsat berilmagan ayol. Tasavvur qiling, hech narsaga ruxsat berilmagan. Uyidan bir qadam o'tib, necha yillar davomida ko'chaga chiqmagan, hech kimga, o'rtoqlari yo'q, turmushga chiqqan joyida, mahallasida, qarindosh urug'larda hech qanaqa bordi keladigan joyi yo'q, uy ichida qolib ketgan, necha yil davomida xo'rlangan, hech narsaga ruxsat berilmagan ayolga hozir birdaniga ko'p narsalarga ruxsat berib yuborilganki, ya'ni haq-huquqi cheksiz hozir u ayolni va aytayotdiki, nima uchun bu zarbani yeganimizdan keyin o'zgarish bo'ldi. Nima o'sha zarbani yemasdan turib, o'sha muammolarga uchramasdan turib, men shu uyimga ketmasimdan turib nima uchun o'zgarmadi bu narsalar? Albatta shartmidi shunaqa qiyinchiliklar ko'rishimiz deb aytayotdi-da, lekin kerak edi, voqliroq bo'lish kerak edi. Bu portlash voqliroq bo'lish kerak edi. Sen voqliroq o'zgarishing kerak edi. Sen kech uyg'onibsan deb aytaman ba'zan uni o'ziga. O'shaning uchun men ayollarimiz kech qolmasin. Men 5 yil, mana kimdir 5 yilda chidolmaydi, kimdir 10 yilda, kimdir 20 yilda ham chidab o'tiribdi-da. Lekin 20 yil davomida o'zgarish bo'ldimi siz chidaganingiz uchun? Chidash bilan sabr o'rtasidagi farqi ko'pchiligimiz tushunmaymiz. Ko'pchilik sabr nima, chidash nima bilmaydi. Ko'pchilik sabr qilmayapti, ko'pchilik chidab yashayapti. Sabr mutlaqo boshqa narsa. O'sha narsani ko'pchilik farqiga borishini xohlardim ayollarda. Agarda qanaqadir hayotingizda siz tushunmayotgan muammolar botgan bo'lsa va siz bunga yillar davomida chidab kelayotgan bo'lsangiz, yaxshisi boring mutaxassis oldiga. Ko'rsating bir o'zingizni, ko'ring, bir muammolaringiz bilan tanishing. Nimanidir o'zgartirish kerak bu hayotda. Agarda siz nimanidir o'zgartirmasangiz, ishoning bu hayot o'zidan o'zi o'zgarib qolmaydi. O'zidan o'zi sizga sovg'alar bermaydi. O'zidan o'zi mo'jizalar bo'lmaydi. Mo'jizani siz o'zingiz yaratasiz. Nima qilib o'zingizni shu noto'g'ri tushunchalaringizni olib tashlab, o'zingizni o'zgartirish orqali, samatsengizni tiklash orqali o'zgaradi hayotingiz. Turmush o'rtoqlar bilan botgan muammolar, mojarolarning ham juda ko'pi o'sha bizni bolalikdan kelgan, bolalikdan miyamizga quyilgan, singdirilgan noto'g'ri tushunchalar orqali bo'layotgan bo'lishi mumkin. Ko'p holatlarda shundan bo'ladi. Sizni eringiz o'zidan o'zi birdaniga o'zgarib qolmaydi, hurmatli ayollar. Shuning uchun albatta o'z ustingizda ishlanglar, o'zingizlarni o'zgartiringlar. Ko'rasiz, hayotingizda juda katta mo'jizalar bo'ladi va yillar ketmaydi buni o'zgartirish uchun. Siz yillar davomida 10 yil, 15 yil, 5 yil chidashingiz mumkin. Lekin xohlasangiz o'zingiz ustingizda ishlab, bir necha oyga bormasdan turib hayotingizda katta o'zgarishlar qilib borishingiz mumkin. Yetarki chidab o'tirmanglar. Yetarki tishingizga qo'yib chidamang. Yetarki harakat qiling. Ilm oling, albatta katta o'zgarishlar bo'ladi. Katta mo'jizalar o'shandan keyin keladi.